Temizlikli Ismoil bilan Bakka degan vodiyga yetalab keldi. Ha? Eslaylik o'sha qissani. Yetalab keldida, turinglar dedi, shavqasin qilib ketdi. Shunda Hojir ona aytdiki, "Ey Ibrohim, bizni tashab ketasizmi shu yerga?" dedi. Indamay ketyapti. Bir dona bolasi, 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini o'limga tashab ketyapti. Hozirdaqa Makka shahri bo'lmagan. 2 marta so'radi, indamadi. 3-marta Allohu amaraka bi hada. Yo, Alloh buyurdimi sizga bu ishni dedi. Dedi Ibrohim alayhisalom, "Ha" dedi. "Idan lan yuzayyana Alloh" dedi ayoli. Alloh buyurgani uchun qolsak, unda bizni zoya qilmaydi, shavqasiga qaytdi. Yurakdagi quvvatni qarang. Erkaklarga ibrat bo'ladigan darsda aytdi. Allohning buyrug'i mushada qolsa dedi. Shu harom pulni olmasam Alloh mendan rozi bo'ladimi? Bo'ldi olmadim deganda. Bizni sho'rga borib tashlab olmoqchi kim birodarlar? Faqat savdoda nima qilma deyapti, yolg'on gapirma deyapti. Rizq haqida ham qilma deyapti. Mukofot qanaqa bo'ldi? Mukofotda ichib ko'rdinglar hammalar birodarlar, Zamzam degan suvni. Makka degan shaharga borib ko'rdinglar birodarlar. Taqvo qiluvdi. Alloh ko'chada qo'ydimi bu zaifani? Zamzam suvini chiqardi, Jurhum qabilasi keldi, Makka degan shahar paydo bo'lmadimi? Nimani mukofoti bari bular? Taqvodimi?